Assalomu alaykum hammaga. Bugungi epizodimiz sizlarga Voyage Free Apotec 318 mashinasini polni boshidan oyoq tushuntirib beramiz. Qanaqa brend, qanaqa funksiyalarga ega mashina, kimlar bu mashina bilan haydaydi, kimlarga maslahat beramiz, kimlarga maslahat bermaymiz. Ko'rib o'tamiz, qiziq bo'ladi. Boshlashimdan oldin men sizlarga bugun Voyage brendi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Voyage brendi Dongfeng Motor Corporation firmasiga tegishli. Bu zavod firma GM ga o'xshagan boshqa brenddagi mashinalarni ishlab chiqaradi. Masalan, Ipai 008, Dongfeng Ipai 008, 007 va boshqa Feng Ailes, yana boshqa brendlarga asoslangan. Bu mashinamizni brendi Voyage o'shalarning ichida premium. Xitoyda ham bu mashinani brendi premium hisoblanadi. Bu 2020-yilda uni Wuhanda taqdim qilingan bu brend. Voyage nimani bildiradi? Voyage inglizchadan voyage deb, ya'ni sayohat degan ma'noni bildiradi. O'shanga buni qisqartirib Voyage deb ataladi. Bu Voyage'ning free modeli 2025 318 full modeli. Bu mashinada top narsalarni ko'rsatib o'taman hozir. Bu qarasalar Michelin ballonlariga ega. Видимо, Michelin ballon, Brembo tormoznoy sistema. Faqat 318 taliga Brembo tormoznoy sistemalari qiziq qalpoqli bo'ladi. Mashinamiz servisi bilan jihozlangan. Apotec firma bu avtopilot sensorlar bilan shug'ullanadi. Mashinani hozir ichini ham ko'rib o'tamiz. Bu mashinamiz gibrid. 318 yozilgan, lekin uzoq masofada 250 cha yurib beradi. Tokda общий zapas hozir 1350 largacha borib qoladi polniy takda. Menimcha Voyage'larning ichidan Free'si eng dizaynbob. Buni orqasi juda ham chiroyli ishlangan, oldini ham chiroyli ishlangan, disk ishlab qo'yilgan. Qanaqadir Mersni eslatib turadi, agar bilsalarsiz agar. Mana bu yerda Free modeli Apotec. Mashinani hozir ichini ko'rib o'tamiz. Ko'rib o'tishimizdan oldin sizlar bizga podpiska tashlab qo'yinglar va kommentariy yozib, qaysi bir Voyage'ning qaysi bir modelini sizlarga yoqadi asosan. O'shani biz ko'rib chiqamiz va keyingi epizodlarda ko'rsatib o'tamiz. Keyin ichini ko'rib o'tamiz. Mana bu yoqlari koja ishlatilgan, bu yoqda koja, mana bu yoqda alkantara, ichi plastmassa bilan ishlangan. Ichini ko'rib o'tamiz. Bu yoq torpedkasi, ko'p kishi biladi. Buni torpedkasi tushadi, ko'tariladi. Mashinada 3 ta monitor bor, 12 dyumli. Mana bu yoqda katta bar, qulay bar, беспроводный zaryad joylari ham bor. Mashinamiz saloni alkantara va koja ishlatilgan. Keling bu yoqni ko'rib o'tamiz. Mana bu yoqdan bagajni boshqarsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda dinamika, Dynamo audio degan mashinani podveskasini boshqarsa bo'ladi. Mana bu yoqdagi knopkalari bilan. Mana bu yoqda Face ID'si bor. Bu yoqdan cruise controlni boshqarasiz, bu yoqdan esa multimediani boshqarasiz. Bu knopkalari bilan zapis 360 kamera, parkovka, pnevmo podveskani tushirasiz, ko'tarasiz, torpedkani tushirasiz, ko'tarasiz. Xullas hammasi, hamma konsoli shu yerda turibdi. Mana bu yoqdan lyuklarni ochib, pnevmolarni ochib, kameralargacha bor. Xullas shunaqa. Беспроводный zaryadka bor, bu yoqdan joy bor, qo'yadigan joylari. Xullas premium SUV, ya'ni yo'l tanlamas. Orqasini kengligini ko'rib o'tamiz. Mana ikkita qo'l sig'adi, bemalol ikkita oldinga. Mana bu yoqda deflektorlari bor, kichkina monitor, klimat kontrolini boshqarish uchun. Bu yoqda esa USB slotlari. Ular juda ham keng oyoqqa. Mana bu yoqdan katta panoramani ko'rib ketsangiz bo'ladi. Ko'p kishi adashib mana bu yoqlarni qidirib yuradi, bagajni joyini. Mana bu yoqda bagajni joyi bor.
E'tibor beramiz, bularni o'zi bilan podushkalari ham kiradi. Ikkita belga qo'yadigan podushka и 4 ta yostiqchasi bor. Bosh ustiga qo'yadi и zaryadchik beriladi zavod tomonidan. Orqasi juda ham keng. Bu yoqdan xohlasanglar shtorkasini ko'tarasizlar, shtorkasini tushirasizlar. Mana bu yoqdan batareya ochiladigan joylarni ko'rsatsa bo'ladi. Men ochib bunaqa hamma top narsalari bor. Hamma kerakli narsalari shu yerda bor. Boshqa elektromobillarga o'xshagan anaqalari ham bo'lmaydi buni. Запасной ballonlari. Chunki hojat yo'q. Narxiga kelsak, mashinaning narxi hozir o'rtacha bozorda 36 mingdan boshlab 41 ming, 42 minggacha. Ofitsialniy distribut dilerlarda narxi 41 ming, 42 ming bo'lyapti. Bizda 2024-25 modeliga 36.500 deb baholadik. Bu bez garantiya, s garantiya 37 ming, 3 yil garantiya bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar, bu narxga bunaqa mashina arziydimi yo'qmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi epizodlarimizgacha ko'rishguncha.